1, 2, 3, 4, 5. Assalomu alaykum hammalarga. Bugun sizlarga agentство rahbari sifatida bir ikkita aytiladigan narsalar bor. Bugun o'shalar haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda bu produktivnost. Agentство boshqarayotganda, boshqa proyektlarni boshqarayotganda birinchi o'rinda produktivnost turadi. Bu ham bo'lsa, 5 ta produktivnost qiladigan narsalarim bor. Birinchi o'rinda Flow programmasi. Bu Mac'larda bor, Windows'da bormi yo'qmi bilmayman. Lekin mana shu Flow ishlatadigan bo'lsangiz, siz o'zingizni ishlaringizni sekin-sekin delegatsiya qilishni boshlaysiz. Ishlarda ham qanaqadir burnout degan narsa bo'lib qolmaydi. Burnout shu выгорание. Bitta ishni ko'p qiladigan bo'lsa, buni agentствоda ishlaydiganlar aniq tushunadi. Mana shunaqa narsalarni ishlatadigan bo'lsangiz, Flow degan programma ishlatadigan bo'lsangiz, siz bitta taskka qanchadir vaqtni belgilab qo'yasiz. Mana shu vaqt ichida siz o'sha taskni bajarishingiz kerak bo'ladi. Agar bajara olmasangiz, ozgina o'sha tanaffusini olib, keyingisida davom ettirib ketaverishingiz kerak bo'ladi. Bu birinchi programma. Endi ikkinchisiga keladigan bo'lsak, men обязательно uyqu deyman. Agar odam normal uxlamaydigan bo'lsa, bu siz agentствоda qaysidir proyektda nimadir natijaga chiqishiga, yoki o'zingiz misol uchun shaxsiy rivojlanmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, o'shani ham daja qila olmaysiz. Bu ko'pchilik agentство rahbarlari, ko'pchilik agentство yurg'izayotganlar mana shuni tushunadi. Menimcha buni biznes egalarini ham ishlatsak bo'ladi. Ya'ni nima, qanaqa qilib agar siz o'zingizni uxlash siklingizni bila olmaydigan bo'lsangiz, siz produktivnostdan sekin umidingizni uzursangiz ham bo'ladi. Men o'zimnikini hisoblab chiqqanman. 3 ta sikl yetadi, ya'ni 90 minutdan. Har bitta sikl menda 90 minut. Boshqa odamlarda ham xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Siz mana shu sikl hisobida aniq qilishingiz kerak, o'lchab chiqishingiz kerak. Mana shuni uxlab bo'lganimdan keyin men bodri turaman. Bu yoqdan agar oshib ketadigan bo'lsa, siz yana lanj turasiz, birinchidan ko'p uxlab olasiz. Ikkinchidan bundan kam uxlaydigan bo'lsangiz, yana lanj bo'lasiz. Ikkita kam uxlaganingiz uchun. Shuning uchun o'rtasini olish kerak mana shu prям. Endi keyingisiga keladigan bo'lsak, agentство biznesida yana produktivnost narsalardan bittasi bu iCloud ishlatadigan kalendar. Kalendarda bitta cho'tki narsasi bor. Har bitta narsani o'zingiz delegatsiya qilib chiqsangiz bo'ladi. Ya'ni bu kuni syomka qilib, mana shu biz asosan mana shu productionning syomkalarni biz mana shunaqa Google iCloud kalendarga belgilab chiqamiz. Misol uchun men bitta syomka qilsam, qolgan PMlarga, qolgan productionning отделlarga ham borlar. Bu kunga syomka qo'ymagan. Mana shuna qilib biz sekin-sekin o'zimizning ustimizda ishlab, syomkalarni ham mana shunga qarab delegatsiya qilamiz. Keyingisiga keladigan bo'lsak, bu Telegramdagi oddiy zametkalar. Men proyektni yozaman, ketma-ket nima ish qilinishi kerak bo'lgan tezlarni yozib chiqaman. Har kuni o'tiramanda hard work qilib mana shu tezlarni bitta-bitta yopib chiqaman. Bo'ldi. Siz agentstvo rahbari sifatida mana shu tezlarni yopasiz, всё. O'zingizni sekin ko'chaga chiqib, aylantirib kelib, chalg'itib kelishingiz kerak. Agar chalg'itmaydigan bo'lsangiz, yana выгорание bo'lib qoladi. Выгорание bu umuman proyektida hammasi failga qarab olib ketadigan narsalardan bittasi. Oxirgisini aytaman, bu eng kerakli narsa, mana shunga ham e'tibor berish kerak, bu komanda delegatsiya. Men misol uchun komanda qilishimdan oldin hamma narsani o'zim qilay deb yuraverardim. Oxiri выгорание bo'lib, tomim ketib, prям anaqaga yotib qolganimdan keyin, hech narsa yoqmagandan keyin oxiri bolalarga ham nimadir ish qilsin deb ularga ham topshiradigan bo'lib qoldim. Har kuni bolalarga soat 6 da men ularga tez qilib beraman. Mana shu tezlar bo'yicha kechki payt soat 8 da ulardan so'rab olaman. Nima ish qildi, nima ish bo'lmadi. Ish bo'lmaganda ham men ulardan tirab so'rab olmayman. Nimaga qilmading, nimaga unaqa bo'ldi, nimaga unaqa. Prosta so'rayman, nimaga qilmading? Shu sababini aytadi. Agar bahona qiladigan bo'lsa, men unaqa xodimlardan chopib borganim yaxshi, chunki kerak emas. Chunki u o'sish xohlamayapti. Sekin-sekin o'zimizning komandamizda delegatsiya degan narsa paydo bo'ladi. Bu meni 3-videoyim, polniy agentstvo yurg'izish bo'yicha. Endi sekin-sekin productionni ham chiroyliroq qilishga harakat qilaman. Общий 4 minut bo'pti. Yaxshi qolinglar.